Barcha salom do'stlar. Bu Computer Time kanali. Men sizlarga har qanday kompyuter foydalanuvchisi uchun kerak bo'ladigan top 5 dasturni ko'rsataman. Bu dasturlar siz va kompyuteringiz uchun anchagina foydali bo'ladi. Bu ikkinchi qism. Birinchi qismni ko'rib ulgurmagan bo'lsangiz, kanalimga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Sizdan bittagina like va men boshlayman. 5-o'rin. Markup PDF. Bu PDF fayllarni ochish va ularni o'qish uchun yaratilgan dastur bo'lib, siz nafaqat PDF fayllarni, balki turli xil formatdagi fayllarni ham ochishingiz mumkin. Masalan, biz birinchida turgan PDF formatida ochib ko'ramiz. Mana bemalol qotmasdan ochyapti. Ikkinchisi FB2 formati. Uchinchisi EPUB formati. To'rtinchi o'rin. Agarda sizning kompyuteringiz xotirasi kam bo'lsa yoki to'lib qolsa, unda muammo yo'q. Buning uchun Google Drive bizga yordam beradi. Google Drive bu Google tomonidan taqdim etilgan onlayn bulut saqlash xizmati bo'lib, bu bizga barcha fayllarimizni saqlashga yordam beradi. Buning uchun o'zingizga mos birorta brauzerni ochib olamiz va qidiruv bo'limiga yozamiz. Google Drive va qidiramiz. Mana bizga birinchi saytda chiqib turibdi va buni ustiga bosamiz. Mana sizlardan o'tib shunday oyna ochiladi. Va bu yerdan Sign in tugmasini bosamiz. Men oldin Google Drive'dan foydalanganim uchun menga shunday ro'yxat chiqib keldi. Siz shunchaki bu yerda akkauntingizni kiritasiz va bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu yerda qanaqa qilib fayllar yuklaymiz, qanaqa qilib fayllarni bulut xotiraga qo'yamiz deb o'ylayotgan bo'lsangiz, buni yo'li oson. Bu yerdan fayllarni Google Drive'ga joylash uchun New tugmasini bosamiz. Va bu yerdan New folderni bosamiz. Yo'q, fayl update'ni bosamiz. Va bu yerdan o'zimizga kerakli narsa tanlaymiz. Va update tugmasini bosamiz. Va mana bu yerda Google Drive'ga tanlagan faylimiz qo'yilmoqda. Menga bu hozir kerak emas. Va endi qanaqa qilib yuklaymiz sizlar? Yuklamoqchi bo'lgan fayllarning ustiga bir marta bosamiz va bu yerda download tugmasini bosamiz. Mana bu yerda downloadni bosamiz. Mana bizda yuklash jarayoni boshlandi. Ikkinchi o'rin. Free Download Manager. Bu siz brauzerdan faylni yuklab olishingizga yoki torrent fayllarni yuklab olishga yordam beradigan
dastur bo'lib, bu orqali siz katta fayllarni ham tezlik bilan yuklab olishingiz mumkin. Free Download Manager siz yuklab olmoqchi bo'lgan faylni bir nechta qismga bo'lib, alohida yuklab oladi va bu albatta yuklashni tezlashtiradi. Buning uchun ilovaga kiramiz va bu yerdan tugmacha bosamiz va Nastroyki va bu yerdan o'zimiz foydalanayotgan brauzerni tanlaymiz. Va bu yerda sizlarda get tugmachasi bo'ladi. Uni bosasiz va bu yerda ruxsat so'raydi va barchasiga ha'ni bosasiz va Free Download Manager sizda ishlashni boshlaydi. Ikkinchi o'rin Audacity. Bu dastur orqali siz o'zingizning ovozingizni yozib olishingiz, unga effektlar qo'yishingiz va ovozingizni o'zgartirishingiz mumkin. Bu dastur orqali siz ovozga bog'liq bo'lgan barcha ishlarni bajarishingiz mumkin. Men ham mana shu videodagi ovozni Audacity dasturida yozib oldim va montaj qildim. Va nihoyat birinchi o'ringa keldik. Birinchi o'rin PFC Capture dasturi. Bu dastur orqali siz kompyuter ekranini rasmga yoki videoga olishingiz mumkin. Bu dastur hajmi atigi 2-3 megabayt bo'lib, bu dastur juda ham yengil va kichik kompyuterlarda ham bemalol ishlay oladi. Men ham mana shu videoda shu dastur orqali yozib oldim va o'zingiz sifatiga baho berasiz. Video yoqqan bo'lsa, like va buni bosib qo'yasiz. Keyingi videolarda uchrashguncha